shunda milliyligimizni ifoda qiladigan bosh kiyimimiz bo'lgan do'ppilarimizni mana xayr ehson qilib tarqatgan bo'ldik. Bundan maqsadki albatta bosh kiyimga e'tibor berishlik, milliyligimizni unutmaslik, ayniqsa ibodatda bo'lgan vaqtimizda bosh kiyimda bo'ladigan bo'lsak, bu albatta fazilat, yaxshilik hisoblanadigan. Ko'cha-ko'yda yurganimizda ham mana shu milliyligimizga e'tibor berib, boshlarimizda mana do'ppilarimizni kiyib yuradigan bo'lsak, albatta bu dinimizda ham bosh kiyim kiyishlikka buyurilgan, shu bilan birga milliyligimizni ifoda qiladigan bir holat bo'larkan. Keyin inson boshiga bosh libosini, do'ppisini kiyib yuradigan bo'lsa, insonda tabiiy ravishda odob, xulq o'zidan o'zi bir namoyon bo'lib qolarkan. Shundan keyin muhtaramlar, milliyligimizni unutmagan holatda mana shu do'ppi kiyishlikka ham e'tibor berishligimiz bu inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi.